Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz navbatdagi darvozamizni Andijon shahri Xonga olib kelib, undan ustunovka qilib berdik. Bu darvozamizni sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu darvozamizni eni 337 bo'ldi. Bo'yi 325. Xo'p, bu darvozamiz ikkilik listda tayyorlab berdik. Listlari ham ikkilikda. Chetlari 8-8. 2 stenkada 6-4 7 stenkada tayyorlab ustunovka qilib berdik. Mana nejimikalarni ekarkali darvozamiz mana holatlari o'ta ideal holatda chiqdi. Mana darvozamiz holati. Sizlarga orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz, hurmatli yurtdoshlar. Mana zamoklarimiz ham zo'r zamok. Rezinkalargacha olib kelib ustunovka qilib berdik mana. Mana orqa holatlari, hurmatli yurtdoshlar. Ko'rib o'zlaringiz baho beraverasizlar. Orqa holatlari tekis silliq bo'ladi. Zamog'imiz pastkisi alohida ko'kilida bor. Mana hurmatli yurtdoshlar, darvozamizni holati o'ta ideal holatda chiqdi. Tepalariga bunaqa lazer listda o'yib tayyor qilib berdik. O'zgacha stilda chiroyli, skromniy darvoza. Mokriy kraskada tasayib, ranglari ham mokriy kraska bo'ldi. Bu darvozamizni kvadrati 9 ming so'mdan tayyorlab berdik. Mana ideal holatda tayyor qilib berdik. Hurmatli yurtdoshlar, kimga qanaqa darvoza kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Islom Usta doim xizmatlaringizda qanaqa stilda har xil darvozalarimiz bor. Bemalol o'zgacha stilda tayyorlab beraveramiz. Islom Usta doim xizmatlaringizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.